Assalomu alaykum qadrli ko'rgan do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Har bir davrdagi turmush shu davr kishilarining hayot xotirasidir. Biz bu xotirni dabdabalik tarixiy voqealar, yilnomilar va sifirlashgan raqamlar orqali emas, oddiy, chin, sidam tasvirlar orqali. Shundaqla oddiy kishilarning ma'naviy hayoti orqali bilalasak, buning bizga beradigan estetik qimmati boshqacha bo'ladi. Bugungi programmamizda biz Xolida Isroil xonimning Kechmish nomli roman haqida suhbat quramiz. Suhbatimizga ikki aziz mehmoni ishtirok qildik. Mehmonlardan biri Şinjan Ma'arif Nashriyatining kandidat oliy muharriri, adabiy obzorchi Yalqin Ro'za apandi. Yana bir mehmon Şinjan Pedagogika Universiteti Adabiyot institutining o'qituvchisi, doktor aspiranti Nurmuhammad Ömer Ushqun apandi. Buningda bir millatningki qalb tarixi aks ettirilgan. Yozuvchiniki bu xil o'zininki uslubidan bir xil halqish paydo qilganligini his qildim. Yapınca biz bilimiz har qanday bir shaxsning, har qanday bir qavmning, millatning, shundaqla har qanday bir davrningki bir kechmish bo'ladi-ku. Kechmish nomli romanni o'qisak, biz mushtaraflarni his qilib yetalaymiz. Siz Kechmish nomli romanningki takliflik muharrir ekansiz. Unda sizni so'rab baqsam, bu romanda tasvirlangan kechmish xalqimizning qaysi davrlardagi, qaysi mazmunlarni qandaq badiiy sonda ifodalagan kechmish. Bu kechmishlarning endi roman orqali ifodalanishida qandaq alohida ahamiyat bor. Yozuvchi Xolida xonimningki Kechmish nomli romani tunji romani. Bu roman nashriyatga berilgandan keyin meni tahrirlik taklif qildi. Shunga men bu romanninki takliflik tahrir sutida tunji qatam o'qib chiqdim. Mening o'zimninki o'qish tajribasidan, ma'lumotimdan qaraganda roman nihoyat muvaffaqiyatli chiqqan deb qaradim. Bu romanninki bunday qarasa bir nuqul badiiy romandek turdi. Ammo bu hech qanday tarixiy kechirmishdan xoli emas. Bunday aytganda bu romanni tarixiy kechirmishdan xoli bir xil badiiy roman degan bo'lmaydi. Buningda bir millatninki qalb tarixi aks ettirilgan. Shu psixik kechirmishlar, azoblar, ta'sirotlar, jug'lanmalar odamning qalbidagi nurg'un o'kinishlar, shunday nihoyat qimmatli ma'naviy tuyg'ular romandagi har bir personajninki vujudida o'zgacha xosliklar ifodalangan. Shu orqali romanninki psixik kechirmish xarakterli tarixi 200 yillik vaqtni aks ettirib beradi. Shunga bu romandagi tarixiy davr va tarixiy oxir ko'rinish qaysi yillarga tutishdi, qaysi davrdan aks ettirgan deb so'ralsa, 19-asrdan 20-asrninki umumiy voqealarini personajlarning qalbiga tushgan sho'lisi orqali aks ettirilgan yoki ularning xarakteridagi psixikasiki inkosi shaklda aks ettirilgan deb javob berishga to'g'ri keldi. Yozuvchininki bu romanni badiiy yo'sinda ifodalashi qanday ahamiyatga ega deb qarasa, o'qirmanlar uchun tarixiy jarayonni, shu 19 va 20-asrdagi bir butun tarixiy jarayonni eslash nuqtasidan ham eslatish nuqtasidan qimmatli bir tarafi bor. Shu ahamiyati dal mana mushada. Shunga biz bu romanni o'qigandan keyin buningdagi badiiy kuchni ham tarixiy tuyg'uni cho'nqir his qildik. Nurmuhammad, siz Kechmish romani to'g'riliq bir qancha maqola e'lon qilgan. Yani Şinjan Medeniyet Jurnalining 2012-yil 4-sonida maqolangizding ismi turdi. Tarixning arvoyi bichilgan to'r, o'lmas utopiya. Bu maqolangiz Şinjan Medeniyetining 2012-yil 4-sonida e'lon qilingandan keyin jamiyatda xil yaxshi ta'sirlarni paydo qildi. Ham siz shu romanni o'qib bo'lgandan keyin qanday bir xil ilmni turtkisida hamda shu maqolani yozib qoldingiz? Yozuvchi Xolida Isroilningki burun asarlari bilan biz yaqindan tanish. Hamda Xolida Isroil hozirga qadar o'zininki, ya'ni turmushning kishilar toza diqqat qilib ketmagan oddiy kishilarning hayotini nihoyat lirik tusda aks ettirib bilan kishilarga bizga turmushning ayon bo'lmagan qismini aks ettirib berishda nihoyat utuqliq izlanib kelayotgan yozuvchi. Hamda men Kechmish romanini o'qigandan keyin yozuvchiniki bu xil o'zininki uslubidan bir xil halqish paydo qilganligini his qildim. Chunki uning burungi asarlarida, masalan, Qumliqning tushidan boshqalarini hisob qilmaganda, boshqa asarlarda bundoq keng tarixiy kenglik, cho'nqurlik va bir butunlikni sezmaymiz. Endi bo'libmi men Kechmish romaniniki menga eng ta'sir qilgan nuqtasi yozuvchininki shu Kechmish romani orqali yaqinqi xalqimizniki yaqinqi 2 asr mobaynida boshdan kechirgan har xil ma'naviy kechmishlarni ham kenglik, ham cho'nqurlik, ham bir butunlik nuqtasidan nihoyat yuqori badiiy saviyada aks ettirib berganligini menga
ta'sir qildi ham mushu nuqtani chiqish qilib turib andan keyin izlandim. Endi men buni maqolani yozishda ilhom degandan ko'ra men uni bir xil o'qigandan keyingi o'zimniki o'qirmanlik majburiyati deb mushu nuqtadan qalam tartishga bakrak intildim. Endi men asosligi ya'ni mushu kechmish romanidagi mushu to'g'riqlikdan iborat mushu makonniki aprida bo'lish, gullanish va oxiri qumba chiqishi bo'lgan jarayonidagi asosli aks ettirmoqchi bo'lgan narsa zoda mushu to'g'riqlik yoki ayni vaqtdagi mushundoq go'zal xiyobonlik makon qanday qilib uning ijtimoiy qurilmasi to'xtovsiz o'zgardi yoki bo'lmay qolsa an'anaviylik bilan zamonaviylikning o'ttirisidagi mana shu surkilish qanday bir xil ichki kuchning yoki tashqi kuchningki natijasida to'g'riqlikni vayron qilyapti degan mana shu narsani aks ettirib berishni asosan men madaniyat tadqiqoti nuqtasidan chiqib turib andan keyin tahlil qilgan bo'ldim. Har birisining o'ziga xos obraz xosliqi bor. Obraz yaratish san'atini yangi bir yuksaklik ko'targan roman deb aytishga bo'ldi. Yaqinki asar qaraydigan bo'lsak, Bayon Nurmuhammadning dedi asarda nayt nurg'un personajlar bor. Ya'ni kelib har bir personaj mayli u asosiy personaj bo'lsin yoki yetakchi o'rin turadigan yoki agash kuch yoki qo'shni personajlar bo'lsin, har birisining o'ziga xos individualligi bor. Har birisining o'ziga xos obraz xosliqi bor hamda. Mushundan qaraganda Ketmiş romanida Abdur personajlar obrazini yaratishda o'zgacharoq bir mahorat qo'llanganmi qandaq? Ketmiş romanı Uyg'ur romanchiligidagi obraz yaratish san'atini yangi bir yuksaklik ko'targan roman deb aytishga bo'ldi. Shunga bu romandagi personajlarningki sonininki 70-80 dak bo'lishi bilan birga har bir personajning o'ziga xos xosligi ham unutilg'isiz bir alohidligi bor. Har bir personajning individualligini atrofimizdagi turmushdagi ma'lum bir odamlarga taqqoslaymiz, o'qishimiz. U bizga hayotimizdagi, turmushimizdagi nurg'un odamlarningki kechmishini esimizga soladi. Mushu asarninki qo'lga keltirgan nihoyatda muvaffaqiyatli tarafi. Qanday muvaffaqiyatli tarafi deganda, u personajlar birinchidan ro'shan xosligiga, ikkinchidan jonliqligiga, ham tabiiyligiga. Bu roman qanday muvaffaqiyat qozonganligida deganda, mushu obraz yaratish nuqtasini aytganda, kitobxon o'zininki hayot kechirmishlari, turmush tajribalari jarayonida jug'lagan bilimlarini shu obrazlar orqali jug'urib oladi. Mana shuning o'zligini ham bu asardagi odamga beradigan zo'r bir badiiy unum. Yana bir jihatdan aytganda, shunday ko'p personajlarning hammasini xoslikqa ega qilish yozuvchininki, badiiyatininki, bo'libmi ifodalash kuchininki yuqoriligi bilan munosabatli bo'ldi. Ba'zi personajlar lap qilib o'tib ketadi. Ammo lap qilib o'tib ketgan bilan, nihoyat qisqa sahifa tasvirlangan bilan, bir necha yil dialog shakllangan bilan, ash qisqa dialoglarda, ash qisqa kechirmishlarda odamga unutilg'isiz bir xarakter, unutilg'isiz bir individuallik qoldirib qo'yib mumkin. Ham shunday bir xil obrazlarningki xoslikqa ega bo'lishi ham turmushdagi nurg'un hayotiy tushunchalarni real masalalarni aks ettirib beradigan shunday bir mo'l ma'naviyatga ega bo'lishi romanda haqiqatan obraz yaratish san'at nuqtasini aytganda alohida bir mahorat ishlatilganligini e'tirof qilishga ham shuni muayyallashtirishga sabab bo'ldi. Ketmiş romanidagi personajlarningki obrazining yaratilishi, ularning yaratilgandan keyingi bulardagi kayfiyat, bulardagi ma'naviy tindirma, bulardagi xoslik, individuallik odamni haqiqatan lazzatlantirdi, ham mayuslantirdi. Biz mayuslanib turib lazzatlanamiz, lazzatlanib turib bularni mayuslanamiz. Bularning xarakteri yozg'ish shularning xarakteri emas, shular mansub bo'lgan bir to'pning xarakteri, shu to'pning ma'naviy tarixi bo'lishi mumkin. Albatta Xalid İsrail xonimning keyin shu personajlar obrazini yaratish masalasidagi alayda taraflarini asardagi mushtung tutib kelgan mahorat uslub masalalarini biz tövendeki bayonlardan texmo iniq va ro'shan ko'ra olamiz. Qani marhamat. Tahlimakan qumliqining xeyli ichkirsida yiroq-yiroqlargacha bir-biriga tutishib ketgan avod yurtlarning chegarasi bo'lgan qadimiy bozor bilan bepoyon mudhish qumliq orlig'ida osmon palak bir qaraydigan quyun, tunurning taptida vilildab turadigan harorat va sirliq olvonlar orasida yiqib bir yeri kelganda qum ostida g'oyib bo'lib ketadigan daryo eqinning oyig'ida qachon qandoqlarcha paydo bo'lganini kishilar bilmaydigan zumratdek chaqnab julalinib turadigan yop-yeshil tabiiy o'rmonliq bor. G'arbdan sharqqa qarab so'zilgan o'rmonning markazida baraqsan o'sib kiralishib,
Bağu İremdek xiyobollik hosil qilgan Sugat, Sida, yav yangaqlar atrofga kengaygancha shalanglab, yiroq-yiroqlarga qadar tutishib ketgan to'g'roq yulg'onlarga o'rin berdi. Yoz oylarida yulg'onlar qip-qizil bo'lib chechaklab, atrofga haddi hisobsiz gul barglarini to'kidi. Shamol bo'ronlar yulg'on chechaklarini uchirib, hamma yerga yoyganda, zamin xuddi Hasan-Husan rangli helili ortib olgandek xiyoliy tus oladi. Bu yerning kuz oylari surlik ham saltanatlik. Yeşillik bilan qum bo'ronning hayot mamatlik elishi rahimsiz tusda ifodalanib, jangdan keyingi xarobilikka o'xshab qolgan o'rmonlik, qumsang chatqonlik va do'ngliklarda to'g'roqlarla g'oliblarcha qad ko'tarib turdi. Bo'libmi kashkuzda bo'ron chaqini tovlinib pishgan sapsiriq yupurmoqlar bilan to'g'roqlar va ayni rivoyatlardagi oltin daraxtga o'xshasa, zamin go'yo oltin tangilarga ko'milib yotganda ko'rinadi. Yil bo'yi bog'u İremda xiyobollik ichida to'p-to'p yov o'chga, kiyik, jaran, yovi qo'lanlar o'tlaydi. Shoxlarga qo'nib olgan qushlar tong sahardan kechgacha chong keltirib sayrishidi. Buloq suvlardan hosil bo'lgan sozliqda sanoqsiz suv qushlari qiyg'etib uzishidi yoki shod ovozda chuvuldashib ko'kka ko'tarildi. Kechalari qumliqning ichkirsidan yovi to'ga, qovon, yilpiz, bo'ra, tulkilar keladi. Ov g'animatlari bilan qursoqlarini to'yg'izib, buloqlardan suv ichib, o'tchib ustida so'zilib yetishidi. Gohida qorong'ilashib turgan to'g'roqlar orasida qumluq shohi yo'lbosining Hasan-Husandak rangdor ham mag'rur qiyofati chaqnab turdi. Hurmat, Şinjan Madaniyat Jurnalining 2012-yillik 5-sonda Abduqodir Jaloliddin ma'lumninki kechmish roman to'g'riliq yozgan tarix koridordikisini aynak nomli maqolasi besilgan. Bu maqolani balkim siz o'qigan bo'lishingiz mumkin. Mush maqolada Abduqodir Jaloliddin ma'lum shu kechmish romanini aqri to'xtirib bunda Qur'onni qoldirdi. Kechmish romani tabiiy holda esimizga Kolumbiyalik yozuvchi Garcia Marquezning 100 yil g'arib romanidagi xilvat unutilgan Makondondan iborat bu to'qilma bir jutni esimizga soladi deb yozdi. Undan boshqa yana Kechmish romanida Xolida Isroil xonim Garcia Marquezning 100 yil g'ariblik romanidagi bayon andisidan ilhom olgan dektordo degan qo'rlarni uchirtimiz hamda. Undaqda shu Kechmish romani bilan 100 yil g'ariblik romaniga selishtirim adabiyot tadqiqot nuqtasidan qaragan vaqtning o'zida biz qanday bir natija va unumga erisha olamiz? Darvaqa Kechmish romanini damallab o'qigan odam ixtiyorsiz holda kolumbiyalik yozuvchi Garcia Marquezning 100 yil g'ariblik, ya'ni 1982-yil Nobel adabiyot mukofotiga erishgan roman shuni esiga oladi. Abduqodir ma'lum shuni degan. Darvaqa Kechmish romanini damallab o'qigan odam ixtiyorsiz holda kolumbiyalik yozuvchi Garcia Marquezning 100 yil g'ariblik, ya'ni 1982-yil Nobel adabiyot mukofotiga erishgan roman shuni esiga oladi. Abduqodir ma'lum shuni degan. Yozuvchi Xolida Isroil o'zimi Tangritog' jurnalida e'lon qilingan hayotim va ijodiyatimga ta'sir ko'rsatgan kitoblar deydigan bir parcha maqolasi bor. Shuningda o'zi 100 yil g'ariblikningki o'ziga nihoyat qattiq cho'nqur ta'sir ko'rsatganini va uningda nihoyat cho'nqur ilhom baxsh ta'sirotlarga ega bo'lganini o'zimi aytib o'tgan. Endi biz Kechmish romanini o'qiydigan bo'lsak, albatta 100 yil g'ariblik romanidagi shu to'qilma kanat, ya'ni Makondo bilan Kechmish romanida aks ettirilgan to'g'roqliq. Andan keyin uningda yana 100 yil g'ariblikda aks ettirilgan Bo Indiya jamiyatininki, ya'ni xos Bo Indiya. Bo Indiya jamiyatininki 7 avlod. Bo Indiyalar bilan hamda Kechmish romanidagi To'xtaoxun jamiyatidagi 7 avlod kishilarningki hayotiy kechmishlari hamda mushu ikki makonninki barpo bo'lish, gullanish va xaroblashishigacha bo'lgan jarayon aks ettirish jihatdan bayon, ya'ni syujet qurilmasi jihatdan bir xil izchillik ekandek bizga ta'sir berdi. Ammo bu yerda unutib qolishga qat'iy bo'lmaydigan nuqta. Endi biz ya'ni selishum adabiyot tadqiqoti nuqtasini olib qo'ysak, mayli
selçuk adabiyot tadqiqotidagi parallel tadqiqot bo'lsin yoki ta'sir tadqiqoti bo'lsin. Endi biz bu yerda uningdan ilhom oldi degan bilan, ammo Garcia Marquez'ninki bu Yüzül Gariplik romani bu Latin Amerikasidagi ya'ni Makondo'dan iborat mushu kanitda yashagan bu Indiya jamiyatininki kechmishlari orqali ya'ni Latin Amerikasidagi g'aribligi va tushkunlikni aks ettirib bergan roman. Ammo kechmish romani tarixiy kechmish jihatdan bizningki xalqimizning yaqinqi 2 asrlik tarixiy kechmishlarga bag'ishlangan roman. Bu ikki roman garchi qurilma jihatdan o'xshagandek bilan bizga damalliqi ilhom olgandek tuyg'u bergan bilan, ammo kechmish romani yana bizning o'zimizning xalqining yana milliy hayotini milliy uslubda, Uyg'ur adabiyotiga xos bayon uslubi va bayon andisini aks ettirganligi bilan yana alohida farqlanib turadi. So'qqan bir xil taraf o'zi aks ettirgan. Ammo kechmish romaniniki bayon uslubida yengillik, tezlik bor. Bayon surati sal tez. Uningdan boshqa yana bu kechmish romaniniki bayon uslubi nihoyat lirik, yengil. Uning ustida bo'libmi Zaynabninki shunchalik ig'irchilik ichidagi uningki ro'yi ko'tirishchanligi va mehr muhabbati mushi jamiyatga bo'lgan bu to'g'riliqlarniki shu acharchilik yillarida o'ziniki burunqi To'xtaxon jamiyati bamazgillardagi, ya'ni To'xtaxon bamazgillardagi shu go'zal aşıqlı hayatqa bo'lgan talpinishini yozuvchi shunchalik lirik yozgan. U yerda yozuvchininki shu turmushga bo'lgan muhabbati, hissiyoti nihoyat yaxshi aks ettirib bilgan. Shu ikki romandagi aks ettirish qatorliq jihatlardami nihoyat o'xshamagan alohidliklar mavjud. Bu nuqtadan ilib aytgan vaqtda garchi ma'lum yiliqi cho'ng sijud qilimiz jihatdan ma'lum ilhom oldi degandek qilgan bilan, lekin kechmish romani o'zimizniki ma'naviy tarixiga, o'zimizning xalqiniki boshdan kechirgan psixik kechirishlarga bag'ishlangan, uning ustiga o'zimizniki Uyg'urlarga xos bayon andizisini asos qilganligi bilan o'zimizning nihoyat munavvar milliy romani deb qarashga bo'ldi. Ta'sirga uchrash masalasi bu insoniyatning adabiyot tarixida o'rtaq narsa. Ta'sirga uchrashdan urg'u odamlar balkim xato tushunib qolgan odamlar bo'lishi mumkin. Ammo bizda masalan Zo'rdun Sabir, Tolstoyning, Sholoxovning ta'siriga uchragan, Qurbon Barat, Pushkinning ta'siriga uchragan degan gaplar azaldan bor. Bu gaplar hargiz pozitiv ma'noda aytilmaydi, salbiy ma'noda aytilmaydi. Bu bir ijobiy ma'noda aytildi. Bu shulardan o'rganish jihatdagi izdinish jihatdagi ham shularni o'ziga ulgu qilib turib, shularga jang e'lon qiladigan, shularningki ortiqchiligi bilan kamchiliklarini bayqab turib, ular yetmagan pallalarga yetishni istaydigan mandaq bir alohidlikni gavda qilgan bo'ldi. O'tgan yili Jungoninki Nobel mukofotiga erishgan yozuvchisi Moyammo o'zining hayotida Poliknor bilan Garcia Marquezning ta'siridan nihoyat uzun mezgilgacha qutlanmaganligini, ashlarga ulgu qilib, shularning ta'siriga uchrab, o'zida barbaralik bir xil cho'nqurlik, badis, yuksaklik hosil qilganligini nihoyat samimiylik bilan bayon qilgan. Shunga Xolida Isroilninki mush kechmish romanini Garcia Marquezninki Yüzül Gariplik romanining ta'siriga uchragan deb qaralganlikni bir xil salbiylik deb qaramaslik kerak. Bu bir xil salbiylik emas, bu bir aktivlik, bu bir xil ijobiylik. Gap u ta'sirga qanday shaklda uchragan degan masala. Yana bir kamchilik nima deganda, bu kamchilikni tahrirlik jarayonida men bayqamoqman. Har bir qatorliq kelib chiqqan vaqtda to'g'rilikni ijtimoiy qilmishda bir o'zgarishsiz bo'ladi. Undaqda shu takmish romani Xolida Isroil xonimniki ijodida qanday o'rin tutadi? Uningdan keyin yozuvchininki bu roman yozish jarayonida bilmay sodir qilib qo'ygan savalliklarimi bormi, yo'qmi? Shu haqdagi qarashlaringizni anglab olay. Bir odam hayotida xeli ko'p asar yozishi mumkin. Mayli oz yozsin, ko'p yozsin, hamma asari uning namoyanda xarakterli asari bo'lmaydi. Yozuvchi Xolida Isroil hozirgacha bo'lgan 30-40 yillik ijodiyat hayotida nihoyat ko'plab asarlarni yozdi. Ammo eng namoyanda xarakterli asari mushu deb aytishga bo'ldi. Hozirgacha bo'lgan ijodiyat hayotida. Shunga men bu romanni yozuvchi Xolida Isroilning hayotidagi bir munavvar natija deb qaramasdan Uyg'ur adabiyotidagi, bugungi zamon Uyg'ur adabiyotidagi ham Uyg'ur romanchiligidagi bir nodir roman deb muayyanlashtirish bo'ldi deb qarayman. Buningga tadqiqotchilarningki, obzorchilarning yozgan maqolalari ham mulohazalardan baho berildi bo'ldi. Anandan bu romanningki jamiyatda o'qirmanlar ichida madaniyat saviyasi bir qadar yuqori, adabiyotdan adabiy kitoblarni o'qish tajribasi bir qadar mo'l kitobxonlarning orasidagi ta'siroti birdek yaxshi. Har qanday asarda nuqson bo'ldi. Nuqsonsiz asar meningcha yo'q. Odam ijod qilgan asarlarning ichida nuqsonsiz asar bo'lishi mumkin emas. Gap nuqsonning oz ko'pligida. Bu romanda qanday nuqsonlar bor deganda, nuqson deb aytilsa, men ham asarni tunji qatam o'qish, andan
tekliflik muharrirligini qilish jarayonida es qilgandim. Bayon suratininki ziyoda tiz bo'lib ketishidek shunday bir kamchilik bor deb qarayman. Asarning bosh qismida bakroq gavdalik qo'ydim bu. Asarda umuman 200 yillik tarixni o'z ichiga olgan degan bu romanning bari 400 betlik roman bo'lgandan keyin 200 yillik tarixni 400 betlik bir romanda aks ettirish uchun endi bu xil qalb tarixi dedik-ku bayatni psixik tarix, qalb tarixi dedik. Shundaqda buning keyinida bir tarix bor. Murakkab bir tarix so'rilib keladi zaten shu odamlarningki psixik taraqqiyotiga yetilish, o'sib ketilish musofasiga chetilib. Shuna bu romanningki shundaq bir tarixiy davrdan aks ettirish tek uzoq jarayonni aks ettirishdak alohidligini aytganda bayon surati ziyoda tez bo'lib ketgandek bir ta'sir bergan taraf bor. Bu meningcha, mening nazarimda kamchilik. Boshqalarning nazarida bu ortiqchilikmi unuqmayman. Yana bir kamchilik nima deganda bu kamchilikni tahrirlik jarayonida men bayqamabman. Yozuvchi yozish jarayonida o'zimni bayqamabdi. Keyin ma'lum bir o'qirman Mushunodaki to'g'riqlik degan gapda bir nuqson bor dedi. Qanday desak, masalan, qog'iliqlik bir boladan siz nalik desa, men qog'iliqlik deb liqni ikki qatim keltirdim. Oyada qog'iliq deganda xos ism bo'lsa, oyaga yana bir liq qo'shilganda undan tavallik ma'nosini bildirdi ekan. Bu romandami shu to'g'riqlik degan ismni ko'pincha to'g'riqliklar deb o'p ketgan. Bu orqali shu to'g'riqlikqa tava odamlarni ko'rsatmoqchi. Amaliyotda to'g'riqliklar bo'lish kerak ekan. O'sha yerda liq ikki qatim yasaladi ekan bu ism, ikki qatim yasaladi ekan. Liq qo'shilib yasalmoqcha bu yerda bir nuqson paydo bo'lib qoldi ekan. Keyin men yozuvchim dedim, bir o'qirmandan shunday keldi desam, voy rost ketib qopti. Bu bir grammatikali xatolar. Shunday diqqat qilinmay qopti deb o'zini aytdi, kamtarlik bilan buni qabul qildi. Men tahrir bo'lish usulida men bu rost ketib qopti dedim. Ham keyingi nashrlarda tuzilsa bo'ladigan kamchilik bu. Yana birga agar bayon surati tiz bo'lib ketgan degan shu narsa agar kamchilik deb qaralsa, boshqa obzorchilar, boshqa tadqiqotchilar ham shuni kamchilik deb qarasa, yozuvchi ham shuni o'zi rassal tiz bo'lib ketibdi desa, hatto asarni qayta yezib yana bir nusxasini barliq keltirsin bo'laverdi. Bir romanni bir yozib qo'yish uning butunlay oxirlashganligidan darak bermaydi. Bu mendek kitobxonlik orzusi bilan markaz hukm emas. Nurmamat hozirgacha kechmish roman to'g'riliq bir qancha poch maqola yozildi. Lekin bu bir qancha poch maqolalar yanala kechmishdan iborat bu nadir romanninki hamma tarafdagi muvaffaqiyatlarini to'liq aks ettirib va tadqiqotiga dal bo'lib bo'lamaydi endi. Sizdan so'rab baqsam, tadqiqotchi obzorchilarimiz bu romanning yana qaysi taraflarini tadqiq qilsa, yaxshi natijalarga, bo'libmi amaliy natijalarga erishishi mumkin. Hozirga qadar kechmish roman haqida 5 parcha maqola e'lon qilindi. Birinchisi, Uchturpan noya Imom Nurim yozib boshlang'ich maktabining o'qituvchisi Ro'zo So'pi Uchtukinniki Küsen Medeniyeti jurnalindeki 2012 yıllık 1. sonida e'lon qilingan tragediya va tragediya eni nomli maqolasi. Gerçi bu maqola Xarida İsrailniki umumiy ijodiyatini tahlil qilishni asosiy chiqish nuqtasi qilgan bo'lsa-mu, ammo shuningda ayrim bir nuqtada kechmish romanidagi tragediya va tragediya eni to'g'riliq qisqacha mulohaza bo'lgan. Hamda undan boshqa Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi Arzugul Turab xonimniki kechmish haqida nomli maqolasi Şinjan gazetiniki 2012 yil 19 may Gulshanbadida e'lon qilindi. Buning da Abduru asosliqi kechmish romanida olg'a surilgan kechmish romaniniki muvaffaqiyatlarini 6 nuqtadan chiqish qilib turib bayon qilib bergan. Hamda undan boshqa meningki tarixning arvohi Büsülgen Tur ve Ölmez Odopiya nomli maqolam Şinjan madaniyatiniki 2012 yillik 4 sonida e'lon qilindi. Hamda men asosliqi bayatında deb o'tgandek, ya'ni shu kechmish romanidagi shu to'g'riqlikdan iborat shu makonninki aprida bo'lish, güllenish va oxiri qumba chiqishi bo'lgan jarayonidagi asosliq aks ettirmoqchi bo'lgan narsa zoda shu to'g'riqlik yoki ayni vaqtdagi shundoq go'zal xiyobonlik makon qanday qilib uning ijtimoiy qurilmasi to'xtovsiz o'zgardi. Hamda undan boshqa Abduqodir Jaloliddin muallimniki Tarix koridoridagi Sin Aynak nomli maqolasi Şinjan Medeniyeti jurnalindagi 2012 yillik 5 sonida, shundaqla Şinjan Pedagogika Universiteti ilmiy jurnalindagi 2012 yillik 3 sonida e'lon qilindi. Hamda Abduqodir muallimniki maqolasi ya'ni kechmish romani bilan 100 yil g'ariblik romaniniki ba'zi bayon andisizatiki ba'zi o'xshashliklarni
chiqish qilib turib, andan keyin kechmish zodi, ya'ni to'g'rilikdan iborat bu makondagi madaniyat qurilmasi qanday yemirildi, hamda kechmish romanidagi bayon jihatiki yoki bo'lmay qolsa yozuvchininki kechmish romanida qo'llangan ba'zi bayon alohidaliklari bilan yozuvchiniki boshqa asarlaridagi, masalan, yozuvchiniki Rangdar quyun, Orbita qatorliq asarlaridagi shu personajlarniki ma'naviy psixikasi o'tirisidagi bog'lanish, ham yozuvchining o'zining subyektiv dunyosi o'tirisidagi bog'lanish qatorliqlarni chiqish qilgan bo'ldi. Ya'ni kechmish romaniniki yana bayatdan deb o'tdik, yana buniki taxi bayanshunoslik nuqtasidan taxi tuzuk tahlil qilinmadi. Hamda bayanshunoslik nati hozir ayrim bir fan bo'lib chiqayotgan asar tadqiqotidagi nihoyatda muhim narsa, hamda kechmish romanini bayanshunoslik nuqtasidan, mayli buningdagi bayondagi surat qandoq tez, unda bo'lsa 200 yillik tarixni qandoq qilib 400 betlik bir roman qilib preslab tiqib o'tar edi. Buningdagi avtorning qo'llangan bayon mahorati qandoq yoki qandoq bayon mahoratlari, mayli u kuzatish nuqtasidagi omillar bo'lsin va yoki bayon vaqti, bayon makonini tizginlash jihatdagi adolatlar bo'lsin. Buni qaysi nuqtalardan chiqib, shundoq unumga yetgan. Buni bir menimcha ayrim sistemalik tadqiq qilish kerak. Undan boshqa kechmish romanida ba'zi sehri tarkiblar bor. Bu nuqtaniki, ya'ni to'g'riliklarniki kishilik hayot tushunchasi qatorliqlar bilan bo'lgan zodi munosabati qanday. Undan boshqa kechmish romanida men shu maqolani yozish jarayonida diqqat qilgan, har bir qatim kechmish romaniga sirtdan bir odam kirsa yoki kechmish to'g'rilikdan bir odam sirtga chiqsa, to'g'rilikning qurilmasida bir o'zgarish yuz beradi. Bu o'zgarish 36 qatimga yaqin kirib chiqish munosabati bor. Har bir qatimda kirib chiqqan vaqtda to'g'rilikning ijtimoiy qurilmasida bir o'zgarish yuz beradi. Xalqning psixikasida bir o'zgarish yuz beradi. Menimcha bu nuqtani yana taxmin inchiklab tahlil qilish kerak. Endi undan boshqa yana kechmish romaniniki qurilmaligi, obraz yaratish alohidligi, til ishlatish alohidligi qatorliq jihatlardan menimcha yana taxmin cho'nqurlab tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Qisqasi, romanda madaniyatni operada qilgan o'lmas bir ruh namoyon qilingan. Buning qanday ruh ekanligini bilmoqchi bo'lsak, biz Xolida Isroil xonimning Kechmish nomli romaniga nazarimizni avdisak tamamen bo'ladi.